alaykum. Hormanglar aka. Charchamayapsizlar? Taksidamisiz? Taksida. Berinchi litsenziyangizni ko'ramiz. Ishlaringiz bo'lyaptimi? Rahmat aka. Charchamayapsizlar? Anaqami? Litsenziyam beraymi? Bitta ko'raylik. Avtobus yo'liga to'xtatdimi? Qani, Yandexmi? Ha, Yandex. Yandex anaqasi ishlamaydi. Ha, ishlamaydi, bez litsenziya. Hujjatlarni bering. Joydami hammasi? Joyida aka. Texnik ko'ring. Bor. To'xtash maqsadi avtobus yo'liga do'stlar. Aha. Kimning nomida? Daven istiyorum. Azizjon. Charchamaylar yaxshi. Mana videodagi holatni o'zingizlar ko'rdinglar. Men asosiy yo'lga chiqishim bilan men ketayotgan qatorda 509 avtobus yo'lagi degan znak chiqdi. Men endi o'tni bo'shatishim uchun bir o'q chizig'ini yonida uzuv chizuv, shtobi men chap qatorga bo'shatishim uchun yo'l chizig'i bo'lishi kerak edi. Lekin shu yo'l chizig'iga yetmasdan YPX xodimlari ish faoliyatini olib borayotgan ekan. Meni to'xtatishda jarima yozishmadi. Lekin asossiz to'xtatildim deb o'ylayman, chunki o'sha uzuv chizuvga yetmasdan turib olishgandi. Men o'sha agar o'shandan chiqib ketmasdan yana dalish harakatimni davom ettirganda unda to'g'ri jarima qilgan hisoblanardim. Ham u qatorda taniqlilik A belgisi 1.23 yo'l chizig'i ham yo'q edi. Menimcha shu chiziq yoziq ham bo'lishi kerak deb o'ylayman. Fikringizni izohlarda qoldiringlar. YPX xodimi asosli to'xtatdimi, asossiz to'xtatdimi? Fikringizni kutaman. Joningiz sog' bo'lsin, bizdan kuzatishda davom etinglar.